أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. Hürmetli savaşçılar, biz aldığımız saatlik dersimizde kitabımızın Ilmul Bayan'ınki ikinci mezmunu mecaz hakkında söylep kelyapatkan. Mecazni biz çoğun cihetde mecaz aqli ve mecaz lughavi deb ikkiga bo'lgan. Mecaz aqli odatda jumladagi nisbatda bo'ladi. Ya'ni jumladagi musnatlar o'zi asli belgilangan, o'zi shunga oid bo'lgan musnatlarga isnod qilinmay, shunga munosabatlik ma'lum munosabat bilan boshqa taraflarga isnod qilinib shunga bog'lansa, buni biz mecaz aqli deb uni bir tushuntirib o'tgan kitobning boshida. Mecaz lug'aviy deganimiz so'zlarning ma'nosida, jumla yoki so'zlarning ma'nosida bo'lgan mecaz lug'aviy deb so'zlagan to'q. Chunki bu ma'noda bo'ldi emasmi? Lekin mushu mecaz lug'aviyni ikkiga bo'lgan, mecaz mufrad yoki mecaz al-murakkab deb ikkiga bo'lgan. Ya'ni toq so'zlarda bo'lib qolsa mecaz mufrad, agar jumlalarda bo'lib qolsa mecaz murakkab deb. Lekin mushu mecaz mufradni tushuntirgan vaqtimizda mecaz deganimiz so'zning aslidagi tayinlangan ma'nodan keyingi boshqa bir ma'noga işletilishini, qo'llanishini, ya'ni ikki ma'noni o'rtasidagi ma'lum aloqa yuzidan aslidagi ma'noni iroda qilib bo'lmaydiganga bir qarina topilgan ahvol ostida so'zning aslidagi ma'nodan yana bir ma'noga kuch qo'llanilishini, yo'tkab ishlatilishini biz mecaz deb ta'rif qilgandik. Ammo shu aloqa aslidagi ma'no bilan keyingi ma'no o'rtasidagi aloqa mushobahat aloqa bo'lib qolsa, buni istiora dedik. Mushobahatdan g'ayri har qanday bir shakldagi aloqa bo'lib qolsa, juzkulluq, sabab, musabbablik, hal, mahalla qatorliq har qanday bir aloqa bo'lib qolsa, buni biz mecaz mursal deb oldin soatlik darsda o'tgan. Shundan keyin biz mecaz murakkabning gapini qildik, uni so'zlab o'tdik. Endi biz istiora babida ikki ma'no o'rtasidagi aloqa agar mushobahat bo'lib qolsa istiora degan emasmi? Istiora babida biz istiorani cho'ng jihatdan ikkiga bo'lgan. Istiora tasrihiyya, yana birisi istiora makniyya. Mushning ismidan chiqib turibdi, istioraning asosi tashbih bo'ladi. Tashbih yorqin, aniq ifodalansa, ya'ni istioraning asosi shu bir narsaga o'xshatib turib mushabbahun bihtin mushabbahni iroda qilsak, biz buni istiora tasrihiyya degandik. Ammo makniyya anha, ya'ni istiora bil kinoya deganimiz tashbih yushirilgan. Gapda oriyat edish yo'q. Ya'ni gap o'z ma'nosida qo'llaniladi. Ammo bir tarafidan bu gapga bog'langan, bu gapga nisbat berilgan ma'lum bir nuqtalardan buni biz yana bir narsaga o'xshatayotgandek bir xil yushun uqumni o'ziga olgan shakldagi istiora bil kinoya bo'ladi. Har holda istiora bil kinoya Abturning ko'z qarashi bilan Imom Sakakining ko'z qarashida sal farqli. Mushlarni o'qib o'tsak, masalamiz oxirlashgan bo'ldi istiora haqida. Ya'ni istiora biz degandek istiora tasrihiyya bo'ladi. Qayta tushuntirsak, mushabbahni tilga olib, mushabbahun bihni so'zlab, mushabbahun bihdan mushabbahni iroda qilgan bo'lsa, istiora tasrihiyya bo'ladi. Istiora bil kinoya degan nima desa, Abtur davotidi. Qad yudmaru tashbih fi nafs. Ko'ngilda bir tashbih yushurun keltirib, ko'ngilda bu tashbih, ammo ig'izimizdan chiqayotgan so'z o'z ma'nosida, makallanligini qo'zna o'z ma'nosida. Fala yusarrahu bi shay'in min arkan suwal mushabbah. Bu yerda tashbihning arkanidan mushabbahdan boshqa narsa tilga ilinmaydi, uchuq keltirilmaydi degani ig'izimizdan chiqayotgan mushabbah. Ve aşu yushurun, ko'ngildagi yushurun tashbihga qanday dalolat qilinadigan bo'lsa desa, mushabbahga mushabbahun bihi xos shay'dan ishdan birini isbotlash orqali demak kallimizda biz bir narsaga o'xshatamiz. Masalan, tuanda keltirgan misollarni hozirla olay. O'limni bir yirtqichga o'xshatamiz. Kallimizda hamda, ko'nglimizda. Biz o'lim haqida gap qilmoqchi. O'limni bir yirtqichga o'xshatamiz. Ölüm mu adamning janni erkitilgan, yirtqichmi shu odamni vayron qilgan narsa o'qachqa. Ko'nglimizda o'limni bir hayvonga o'xshatamiz, ammo oshkor emas. Bizning so'zlayimiz o'lim, ig'izimizdan bo'lsa o'lim degan gap chiqadi. Lekin shu qo'llangan jumlalarda shu yirtqichlarning alohidliklaridan bir alohidlikni o'limga qo'shib so'zlab qo'yamiz-da. Masalan, o'lim o'zining tirnoqlarini
tishlerini hingaytib, tırnaqlarini ko'tarib kelgan vaqtda deb qo'yamiz. Hemen ölüm deganning hingaytishi yo'q, hingantishi yo'q. O açıdığan tırnaq yo'q uningki. Faqat ko'nglimizdagi shu tashbihning asaratidan, ta'siridan helaqa mushabbahun bihi bo'lgan, biz yirtqichga o'xshatgan mushabbahun bihi. Ko'nglimizdagi mushabbahun bihining alohidligi bo'lgan hingantish va tırnaqni kelib ölümga isbotlab qo'yib, ölüm o'zining tishlarini hingaytib, tırnaqlarini chiqarib qamallig'iga kelgan vaqtida deb mana tasvirlasak, mana bu istarbilgan ayoldi. Yusamma tashbih, mushurun tashbih istarbilgan ayoldi. Ya yeni bir ismi mekniyen anha oldu. Anikim biz mushu istarida İnsanlı bolsun, alayın bir gep eskertip qo'y. A istarida ma astardan farqi, a istarida so'zdan boshqa ma'ni iroda qilinmaydi, so'zdan o'z iroda. Ya'ni ma'ni o'limdan o'lim iroda. Faqat mesela şu ölümge ko'nglimizda o'xshatgan mushabbahun bihining ma'lum alohidligini buni qo'shib qo'yamiz. Shu. Mushu ahvollar istarbilgan bo'lsa, heliqi ölümligini o'xshatgan yirtqichning alohidliklarini buningga qo'shib ishlatganligimiz, ölümning xususiyatlarini buningga berganligimiz istar taxiliya. Shunda aytadi, ash ishni mushabbahga isbotlaganlik istar taxiliya bo'ldi. Deb buning misolni Abi Zuayf al-Huzalining so'zidagi bir shirin keldi. Va idal maniyatu أنشبت أزفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. Yani ölüm özünün tırnaqlarını çıqağa vaxtıda sen her qandaq temimlikninki payda vermeydiğanlıqını qanaqalanlaysa biləlaysa temime. Qarasanlar ölüm özünün tırnaqını çıqasa ölüm ma'nosida, ölümün hech narsa iroda qilamiz. Ölüm öz ma'nosida qo'llanildi. Masalan, nima desa, xuddi shoirning kallasida ölüm odamni vayron qiladigan, yeydigan, yirtqich kabi bir narsadek tasvirlanayotgan gapda, mush tasvirni bizga nima orqali ifodalayotdi? Azfar degan bir narsani bu yerda qo'llanish orqali ifodalayotdi. Mushu holatlar istarbilginoyi. Azfar akilib buningga isbotlaganlikning o'zi istarning bo'ladi, taxiliya bo'ladi. Yani şair meniyetni subuqo, sabuqo o'xshatdi. Jallani qahri, qalb bilan elishda, ixtiyorun nufus. Yani paydaliq, ziyonliqning o'rnidan ayırmasdan. Shuni bilan şair shu meniyetga uningsiz, buningda o mukammal olmaydigan, la yakmulu zalika fihi bidunha, uningda şu uningsiz mukammal olmaydigan tırnaqlarni qanaqal isbotladi. Subuqda, uningsiz subuq nim bo'lmaydigan muka. Degani subuqlarning hammasini kelib subuq tırnağı var, sabuqlarninki. Mushu tırnaqdan kelib ilmga isbotlab qo'ydi. Mana buning o'zi istarbilgan. Yana bir misol ko'raylik. Yana bir shoirning so'zida va la in nataqtu bi shukri birrika mufsiha falisanu hali bi shikayat antaqu. Garchi men sizning qilgan yaxshiliklaringizga rahmat aytib ko'nglimni ifodalab, mufsih degani ko'nglimni ifodalab so'z desammi, mening hal tilim shikoyatlan qanday qiladi so'z. Hal tilim. İnsanning ahvolini xuddi bir insonga o'xshatayotgandek gaqilalaydigan insonga shu insonning tilini kelib buningga isbotlab halimning tili deb qo'ydi. Buning o'zi istarbilgan ayoldi. Ya'ni bu yerda holni maqsadni ifodalashda so'zlaydigan bir insonga o'xshatdi. Uningga şu insandaki dalaletning asosi bo'lgan tilni ma'ni isbotlab qo'ydi. Buning o'zi biz bayatni tushundirgandek istarbilginoyi va ash tilni halga isbotlaganlikning o'zi istara taxiliya bo'ladi. Endi shuningdek Zuhayr ibn Abi Salmanning so'zi shu: "Sahal qalbu an salma wa aqsara batiluhu wa urriya afrasus siba wa rawahilhu" degan she'rda yurak salmadin ho'shin topdi. Oyg'andi, endi unda haqning keyni kirib maqmaydi. Va aqsara batiluhu. Bu qalbning, yurakning nahaq batil ishlari endi to'xtadi. Va go'daklikning otlari va yatoqlari endi yalang'ochlandi. Degani endi to'xtadi deydi. Ya'ni shoir demakchiki, men endi hushimni topdim. Burunqi qalamqan ishlarim yo'q. Haqlimni topdim. Mushni ifodalamoqchi. Qo'llangan iboralarning ichida urriya afrasus siba, go'daklikning otlari endi yalang'ochlar degani mapa harbulardan chiqarilib, endi safarni to'xtatamiz degandek bir xil ifoda bu. Mishada masala bizga misol bo'lgan taraf sibada.
Yani güdeklikte. Güdeklik ne kodu bir musabaqa oxşatı seferge. Seferinin atları eğil usul ötürün degandek bir xil ifadede seferge oxşatıp durup köңnede atni sıbağa ispatlap koydu. Əməliyyatda sıba öz mənasida. Ama seferge oxşatılğanlığının ifadesi atның onunğa nisbat berilgəndikdə. Muşunun özü istar bilginayə atны onunğa ispatlığanlıq seferinin hususiyeti o atını bu istarı təxiliyə olurdu. Yani aslında Abdur izahlaladıdı. Şair Efras, Ravahil atla, tügülə bilen nimini məqsad qılmaqçıdır? Şunu irade qılmaqçı ki özünün məhəbbət zamanında qılıb sağan, yoki qılıdığan nadallıq, azğulluqlarını taşlığanlığını ve onunla qayta iş qilishdan yüz örgənligini bizga bayon qilmoqchida. Şunu bilen o azğulluqdan vasitələri həmis baka oldu. Şunu bilen yani şair sıbanı güdeklikni musafə, səfər tərəflərdən bir tərəfə oxşatdı. Həc, ticaretə oxşaş. Bunun hacitini ada qılıb olğan, onun vasitələrinin həmis taşlaq qoyulğan degəndək. Şunu bilen onunğa atılan tügün ispatlap koydu. Sabvattin çıkan nadallıqqa, gödeklikке mayılış degen mənədə. Ma şekilde bu nemo istar bilginayə edib şunu buludu. Yani yukarıda biz 3 misal arqılıq. Birisi ve izel meniyyetu enşebet asfarha degen misal. Yani birisi felisanu hali bi şikayet en taqu degen misal. Yani birisi ve urriye efrasu siba ve ravahiluhu degen misal. 3 misal arqılıq biz nimini çöndürüp öttük istar bilginayını çöndürdük. Müşahede istar bilginayı tügüdü. Yani en ahırda ve urriye efrasu siba ve ravahilunu istar bilginayı demek yeni bir istar asakın buludu. Yani ihtimal şair bu yerde nefsininki davai, heydekçileri ve şehvat, hevesleri ve şu nefske lezzet izdeştiki hasıl olan küçük kuvvetini irade kılgan buluşu mümkün. Ya ki şu gödeklik zamanıstı başka vakitte azgulluq ezişte az tutulduğun sebeplerle irade kılgan buluşu mümkün. Eğer manda irade kılıp kalsa sıbadan gödeklik degen asli manasına anmay gödeklik degeni mening azgulluqum, hevesga birlashim, xiyolparastlikim degandek mandan maqsad irada qilinsa, u vaqtida so'zdan asli ma'nosidan ko'chib yana bir ma'no irada qilingan bo'ladi. Bu vaqtda istiara tahqiqiyya, istiara tasrihiyya bo'ladi. Fatakunu istiara tahqiqiyya. Agar sibadin siba ma'nosini olib turib, afras uning isbotlab qo'yganlikdan bu yerda shuni tashbihni his qilsak, istar bilginay oldu. Sıbadın güdeklik diyen mənini anmay, azgulluq, həvəsgə diriliş diyen mənini alsaq, yani əsli mənasını köçkən bulur, istar təhqiqiyyə olur. Demək ki, işkiliski misal buluyor demək ki, hər halda məncə istar bilginayın kəndinlə qaytı bir dey, istar bilginay diyen neyim o desə, biz burun ilgəniyən istarı təhqiqiyyəyə oxşaş, bir sözdün onun yeni bir mənasını irada qilish emas. Belki yuşurun təşbih istar bilginay. Abdur'un nəzirində yani bir söz öz mənası işletildi, lekin bu söz köngəldə bir nərsəyə oxşatılıb, şu oxşatılğan nərsənin məlum xüsusiyyətləri bununla isbatlanıdı. Mana bunun istar bilginaya Abdur'un nəzərdə. Amma Səkkaki başqa qarashda. Şuna Səkkakinin qarashığa alohida o'rin ajratıldı. İstar bilginaya haqqında Səkkakinin oxşamaydigan ko'z qarashlari bor. Kitob bununla nisbatan sal tar. Amma kitobda akib qo'yguliq herhalde sizlerce bu bir məlumatla bir üçün bir yerde bitip getimiz. Ama eğer Səkkakinin istar bilginayındaki haqiqiy datalaşlarını, oxşamaydigan qarashlarını, başqalarının bunun bəgər reddiyesi, bunun başqalarının bəgər reddiyesi oxuşmaqçı olsaq, mutavvəlraq çoğunaq kitaplarga, mesela Muhtasarul Maani deyimiz, El-İdah deyimiz, mesela çoğunaq kitaplarga müracaat qılsaq oldu. Ama mağrurunda her halda Səkkakinin bir köz qarashlarını bir qor deb bitimiz, başqalarının ki qaydalar reddiyelerini bir qor düşünüp bitimiz. Ama muhimi oxuşlarga tavsiye birisi Abdur'un nazardaki istar bilginayı nime mavkalandı iniq olsun. İkincisi Səkkakinin qarşıdaki istar bilginayı nime mavkalandı iniq olsun. Qağan datalaşla anlap bitip ketimiz. Yani demek ki asasi məzmundan qoşumçu datalaş məzmunlar sizlerni qayrab qoymusun. Səkkakinin məzhibideki haqiqat məcaz məsələsini kəsək, İmam Səkkaki haqiqat lug'aviyyəni tövəndəgədək tərif qıldı. Haqiqat lug'aviyyə deganimiz təyinləngan söz, mənada işlətilən söz, yəni vəz ilə təvil qılmasın. Qarаңlar, vəz ilə təyinləşdi təvil qılmasın degan bir qəzgətni qıldı. Məyədəki vəz ilə təvil qılmasın degan gəpdən İşke fikrinin sahiraqı bolğan istiara diye oqumdan təvil qılmaqçı özüce o olsumu istiara degan məcaz lug'avidir deb unda olğandan keyin lekin istiara məcaz lug'avi lug'at
ki tevil bu deb qarab ma'nodan e'tiroz qilmoqchi. Yani istara bu gap bo'yicha o'zi tayinlangan ma'noda ishlatilgan bo'ldi tevil. Abdo Sakakining deb qo'ygan bir qiz gapi. Bizdagi tevil degani har şey o'z ma'nosida qo'llanilgan bo'ldi. Men diqqat qilinglar Sakakining degan gapi. Mecazın öz ma'nosida, tayinlangan ma'nosida, istarami öz ma'nosida. Ammo istarada tevil var deb manda qarash chiqdi Sakakining qarashi. Buni tushunib olsak bo'ldi. Ammo buni biz raddiya qaytarib o'tmaymiz bu yerda. Sel turib raddiya qaytaruvga ayat chiqdi, ammo makan ko'lamda emas. Ondan keyin Imom Sakaki rahimahulloh majaz lug'aviyni mana ta'rif qildi. Majaz lug'aviy degan istilohot taxotubdan kishilarning o'zaro so'zlash uslubidagi tahqiq bilan amaliy demakchi. Amaliy o'zi tayinlangan narsaning g'ayrida qo'llanilgan so'z majaz lug'aviy dedi. Ya'ni aslidagi ma'ni iroda qilishni cheklaguvchi qarina bilan dedi. Mana tahqiq degan gapni akab qo'yishi, bu tahqiq degani amaliy deyishi yuqorida biz istiarani o'z ma'nosida qo'llanilgan ta'villandi ya, shunga qarshi demakchi. Chunki ma'lum majaz emasmi? Endi tahqiq bilan o'z ma'nosi. Ta'villan o'z ma'nosi. Chunki Sakakining qarshida istiara deganmi? Istiara degan o'z ma'nosida qo'llanilgan ta'villan. Endi men andagan degan ashi ideya bo'lgandan me'lim tahqiqnagi va o'z ma'nosida qo'llanilgan majaz olmaydi, o'z ma'nosida g'ayrida. Tahqiq bilan o'z ma'nosida mana da'vatidir. Yani tahqiq degan qaytdan kelishi istiara yuqoridagi bo'yicha kirishi kerak. Yani istiara o'zi tayinlangan ma'noda qo'llanilgan ta'villandan bilan emas, tahqiq. Mushuni kirgizib o'tish uchun ichiga ana shunga tahqiq degan qaytni qana qilib qo'ydi, akab qo'ydi. Endi Imom Sakakining hamma gapi xato emas, esimda bo'lsin bu yerda. Imom Sakakining gapi ikki sababdan rad qilinadi. Birisi vat'i mutlaq ishlatilsa ta'vil bilan bo'lgan vatni o'ziga olmaydi degani vat'i bilan bo'ladi ekan, ta'vil olmaydi unga. Bir so'z bir ma'noga tayinlandi deb bir qiz gapni qilsak, u so'zning asli ma'nosi bo'ldi. Unda ta'vil olmaydi, tahqiq olmaydi. Shunday ta'vil olgandan keyin u asli ma'nosi olmaydi. Shu gap biz qabul qilmaymiz demakchi. Sakakininki asli tayinlangan ma'nosida ta'villan tahqiqlan ish keldi emasmi? Hisobda bu ishlarning da'talishining oxirgi natijasi o'xshash yakuni, faqat boradigan yo'llarga o'xshamaslik. Ikkinchisi vaz'ini so'zning tayinlangan bo'lish degan gapni taxotub istilohlarida bir qiz gapni qilib qo'ydi majaz lug'aviyda. Bu haqiqatning ta'rifotidan bo'lish kerakki, majaz haqiqat qarama-qarshi narsa o'g'achqa ayni ta'rifot kelish kerak. Majaz deganimiz taxotub uslubidagi tayinlangan ma'noni g'ayrida qo'llanilgan ekan. Haqiqatmi taxotub uslubidagi tayinlangan ma'noda qo'llanilgan bo'lishi kerak. Shunga ikki ta'rifot o'xshash bo'lishi kerak. Majazda diqqat qilsin. Davotida andima raddiya qaytadi. Boshqalarga cho'ng gap yo'q. Ya'ni Imom Sakakining gapi bu yerda biz butlaq xato deganlik emas. Bu Sakakining nazaridagi biz bilmoqchi bo'lgan bir fikr. Menda 4-5 fikr var Sakakining. Bilib saqlan bo'ladi, anglab ketsak. Ikkinchi fikr Imom Sakaki rahimahulloh majaz lug'aviyni istiara va istaraning g'ayriga bo'ldi. Majaz misol biz shunday bo'lgan kitobning boshida, ya'ni majaz lug'aviy, majaz mursal, istara ikki bo'linadi. Dedik-ya buni biz Sakakiyga o'xshash. Endi istara degan nima desa, istarani manda taraf qilamiz. Biz istarani olib bilib qilib taraf qilamiz. Istara tahqiqiyya kinoyada bilut bo'lib, istara bil kinoya manda, istara tahqiqiya manda deb bilaglik. Ammo Sakaki istara degan atalg'ini o'zini buni taraf qiladilar. Tashbihning ikki tarafining birisining so'zlanishi va uningdan yana birining iroda qilinishi. Yoki sen tashbihning ikki tarafining birini so'zlaysa, yana birini iroda qilsa. Ya'ni mushabbahun bihining ichiga kirdi degan da'vo bilan da'vodir. Mushu gapi Sakakining nazaridagi istara bil kinoyaga ma'noda, Sakakining nazaridagi Abdurrahman nazaridagi istarbilgan aygamcho ham ma'noda ham. Mushu ta'rifat Sakakining nazaridagi ham istarbilgan istar tasrihiyaga ham istarbilgan ikkisiga tushadi. Qanday desa, ya'ni Sakaki istarani musarrah biha tasrihiya degan shu va mukanna anha bilkinoy degan shu, shuni ikkiga bo'ldi. Musarrah lahadan mazkur mushabbahun bihi bo'lib, mushabbahun bihi tilg'ilib, mushabbah iroda qildi, ma'ni iroda qildi. Yani istara tahqiqiyya, taxiliya deganlarning hammasini musarraf bihaning qatorini qildi. Biz bayatdan tahqiqiyya nima tahqiqiyya o'rgandik emasmi? Undan keyin istara tahqiqiyani yuqorida o'tgan, tashlanib ketgan mushabbah aqli, hissiy va aqli haqiqiy bo'ladi.
deb ma'ni shuni ta'rif qildi, tahqiqiyya degan şey, hissi, aqli, haqiqiy bo'ludi ma istara deb mana ta'rif qildi. Andan keyin halaqa tamsiliyani, halaqa murakkabni tahqiqiyaning qatorida hisobladi. Misol azaq ilishan qilibdi. Biz tamsiliyani murakkab deb biz istarani ikkiga bo'lgan majozda mufrad, murakkab deb. Tamsiliya murakkab. Ammo tahqiqiyaning qatoriga kirgizadi degan gap murakkabning mufradning bir qatoridan tiqvati degan gap. Misol masala chiqadi. İmam Sakakiyning bu gapni raddiya qildi, ya'ni tamsil istar tahqiqiyani degan gapni raddiya qildi. Chunki bu gap birlikni qarshi qiladigan tarkibni taqozo qiladi degani istar tamsiliya murakkab. Tahqiqiya mufrad. Murakkab mufradning qatoridan desa ikkisi qarshi gap bu. Mao taq yakka, mao degan birikma. Birikma degan yakkiga zid. Birikmini yakkining ichidan desa ikkisi ta'zir yakka bo'lgan bo'ladi. Bu gap xato deyapti bu. Chunki istar tahqiqiya majoz mufradning bir qismi, tamsiliya ala sabil al-isti'ara bu degan murakkab bo'ladi. Bunda o'g'anliqqa tamsilning majoz mufradning bir qismi bo'lishini cheklaydi. Bu xato bu. Bu yerda masala chiqadi demakchi ham yana. Bu İmam Sakkakiy o'tirgan ikkinchi ko'z qarashning ichida raddiya birga topadigan bir gapimiz. Yani üçüncü göz qarash hamdi. İmam Sakkakiyning bu haqda üçüncü göz qarashiga kelsak, İmam Sakkakiy rahimahulloh istari taxili yani onun ma'nosi hissan aqlan amaliy ro'yobga chiqmaydigan narsa, ya'ni fantaziya deb tafsir qiladi. Balki u degani vahmiy, xolis vahmiy fantaziyalik surat. La yudaxiluha shay, buningga aqliyat hissi ameliyatin bir narsa mudaxala qilmaydi degani hech qanday reallik emas u deydi. Masalan, azfar degan so'zga o'xshash, bu degani ilmning tirnoqlaridan bo'lish bir fantaziya xiyol deydi. Va idal maniyatu anshabat azfaraha alfayta kullu tamimatin la tanfa'u degan so'z shu. Yani bu yerda o'limni bir odamni jinni elishda yirtqich saboqqa o'xshatdi. Bizning vahmimiz uni shu yirtqich surtida tasvirlashga boshladi-da. Va u yirtqichning lavozimlarini shuningga paydo qilishga boshladi, ixtiroq paydo qilishga. Shuningga tirnoqning surtiga o'xshash narsalarni kashf qilgan. Undan keyin uningga azbar yozib ishilib, mana oladi deyapti. Yani taxiliya degan mustaqil bir fantaziya narsa, reallik yo'q narsa mana tushundirdi. Demak, mayli tushuntirishlar farqlanadi. Biz bayatni tushuntirishlardan ma tushuntirishlar farqlanadi. Endi bizning oladigan foydamiz nima desa, bu haqdagi tushunchamizni kim ayta olamiz? Masalan, hech qanday bir kirishlik masala yo'q bu yerda-chi. Avlanda dedim, mavlamda dedi. Har holda men anglab olsak, aldığımız uçuğan kitaplar, Sakkakiyning asas qilgan kitaplar o'qib tushunaymiz. Ana asas qilgan kitaplar o'qib tushunaymiz-da. Bu Sakkakiyning bundaq ketishda bir xil ta'assub, takalluf, suniylik va bak zo'lab ketish va Sakkakiyning istar taxiliyan qilgan tafsiriga boshqa Sakkakiydan boshqalarning shuna qilgan tafsiri zid keldi. Ya'ni Abdur boshqa tafsir qildi. Istar taxiliyani. Ama Sakkakiy boshqacha qanday qilib tafsir qildi. Istar taxiliya degan Abdurning nazarida istar bilginayningki ichidagi bir tur. Ya'ni bir şeyni ko'nglimiz bir narsaga o'xshatamiz. Buni o'z ma'nosini va'da qilamiz, ammo mushabbahun bihining lavozimlarini istifodalab qo'yamiz. Bu istifodalganlikning o'zi istar taxiliya. Bu gap Sakkakiyning gapidan tubdan zid gapirdi bu. وذلك لجعل الشيء بشيء. Yani başkalarının tefsiri bir şeyini bir şeyi qilish degani, başqa mushabbahun bihning lavozimlarini mushabbahga qilish deb tushundik emasmi? Boshqalar bu tushuncha zid keladi. Ikkisi qarama-qarshi. Ondan boshqa Sakkakiyning gapi bo'yicha tarshih taxiliya usuli yuqoridagi tilga olgan gapini o'xshash lozim kelganligi tushundigini. Agar Sakkakiyning gapi bo'yicha amal qilgan bo'lib qolsa, tarshih bizlar istara murashshaha deb ulaika allazina bir ayet okuduk aldığımız ayetlerde ulaikellezine işteraud-dalalete bil-huda fema rabihat ticaretuhum degan ayetteki fema rabihat ticaretuhum deganlar hammasi istara taxiliya, yani fantaziyalik bir şekildeki kurashtirilma, kirishtirilma suratlar usuli bu. Bu üçüncü fikir arkadaşlar. Demek bir yerda Allah'da çok gap yok. Dördüncü fikir endi ma'lum. Sakkakiyy rahimahullah'dan anlamoqchi bo'lgan dördüncü fikrimiz. Sakkakiyy rahimahullah istara makniya anhadan nimani irada qildisa, Sakkakiyy rahimahullah istara makniya anhadan mazkur mushabbah bo'ladi. Nimaga asosan desa, murad maniyadan va izal maniyat anjul asbaratun sab'a. Ya'ni men o'xshamaydigan bir taraf, alohida diqqat qilish tarafi biz deymiz, Abdur deydi. Maniyatun maniyat irada, sab'a emas. Ama sabuqu o'xshatilgan taraf bor. Sabuqning alohidliklari, xususiyatlari buning isbotini davotida. Ammo Sakkakiyda davotida yo'q. Maniyat tilg'alindi mushabbah. Mushabbahun bih iroda qilindiki, yirtqich. Ras yirtqich irodani bir yerda desa, iddaoan iroda. Ya'ni ilm degan yirtqichning o'zi. Shu demakchi demak bunday da'vo mubolag'atan.
Nima desa, shu ilmga sabuiyatni da'vo qilgan mubolag'a, bu ilm degan yatquch bu, deb menda muomala bu. Bu nereden tapdınız bu gapinizda? Bu dal azfarni izofat qilish qarinisidanki, azfar degan sabu'ninki xususiyatlaridan qatorda mushuni biz maniyatga izofat qilib, mushuning o'zi maniyatning sabu irada. Maniyatning sabu irada olsa ras kagini ilmni yetqishmasa ilm. Ana o'zi nima ish qilsa bu irada desa, chunki ilm degan misol yetqish deb, ilmni yetqishning qatorida mana ikkisini bir qilib turib, ilm degan yetqish qu deb turib mubolag'atan ancha bu bir xilqa zo'lab eshib ketganlikda. Musannif rahimahullah bu xil tushunchaga tuandagi gap bilan raddiya qaytarib da'vatdi. Istara bil qinoyadagi mushabbah lafzi amaliyotda o'zi tayinlangan ma'no. Bu yerdagi maqsad ilm. İbaratmi ilm. Asharning maqsad qilayotganimi ham ilm. Bunda tusa gapni bunda cho'g'izbek qaytarib kelganning foydasi bo'lyapti. Qaranglar, maqsad ilm. İşletgan lafzmi ham ilm. Akablab qo'ysak bo'lgan nima u? So'zni shu ma'noga uni akilib yo'q. Bu meniyet gelebizden nimirade, sebu irade. Bu sebu mitti desi ya, bu sebulaşkan ilmdi. Dep bunu bunda zorlap ekleşine özür bir hacetsiz de vardı. Bu istihar edigen onda emas. İstihar edigen gayrimenli kullanılığını an istihar oldu. Siz nim dep gittin, kandak mübalağın davak gittin, meniyettin, muş şirda, abdur, şair, meniyettin ilmini aradıqan. Öz mənəsi qan. İstihar edigen öz mənəsi silgen nəsə. Əməs davatıdır. Ama azfar ne qanaq qoyuşı, izavat qoyuşı, yuşurun təşbihinin delili o. Biz ayatın təşbihini dep aldık. Şunun üçün istihar bilgin aydık. Bu ne? Dep Abdurrahman raddiya qayıtdı. Bu 4-cü fikir. 5-ci fikir. İmam Sakaki rahimahullah'ın bir oturup qoymaq çıxan 5-ci fikri. Davatıda İmam Sakaki rahimahullah istihar təbəi yani. Hələqi fillarda, hərflərdə və fil mənasındakı isim fail ismi bunlarda bulunduğan istihar təbəi də doqamaz mı? Şunu istihar bilgin ayəyə qayıtırışını taldı. Həm istihar bilgin ayə də atayımız davatıda. Aşu istihar təsrihiyyənin ki delili mekniyen anha qıldı. Demek istihar bilgin ayı kuvvetimiz unuma demekçi. Yani istihar bilgin ayın, istihar təsrihiyyənin delillerini, hemen istihar bilgin ayı kuvvetimiz. İstihar təbəiyyə, istihar mekniyen anhanın qarinisi qılındı. Mesela ve izel meniyetu azfaraha diyen şirda şu boyunca dep manda da Abdurrahman bu gaplarga diye qaytarıp eğer istar təbəiyyəni haqiqat deb turib nima qilsangiz istar bilkinayning qarinisi qilsangiz istar bilkinayning qarinisi qilsangiz bu vaqt istar tahiliya bo'ladi. Haqiqat olgandan keyin istar tahiliya bo'lmaydi. Chunki istar tahiliya sakkaning nazarida majaz. Tamam. Unda o'z haqiqat emasdan to'xtab turing. Va istar bilkinoyi vaqtda tahiliyani taqozo qilgan bo'lmaydi bu vaqtida. Bu bil ittifoq bo'ldiki, istar bilkinoyiga istar tahiliya bo'lmasa bo'lmaydi. Tamam. Agar unda haqiqat desangiz ahvol bu. Bu ham uni majaz taqdir qilishni taqozo qiladi. Sizni majaz qiling deyish to'g'ri keladi vaqtida. Bo'pti majaz qiling. Va in qaddaraha majazan. Agar u istar tabiiyani majaz deb turib ekansangiz u vaqtda istar qabilisdan bo'lishni taqozo qiladi. Lazima bi an yuqaddiraha min ghayr. U vaqtda yana Sakaki rahimahulloh bo'lgan gap, ya'ni istarni asliya, tabiiyya deb taqsim qilgan gap, Sakakining g'ayratilgan gapidan beridan. Yine gap shu. Sakaki degan gap yana berib boshqalar degan gap o'xshash bo'lib qoladi. Sakaki alayhin gap qilgan bo'lmaydi deb mana shakllarda deya qaytdi. Har holda sadoqdoshlar, bizning bu yerda bilmoqchi o'g'limiz Imom Sakaki rahimahullohninki majaz haqida, haqiqat haqida degan ko'z qarashlari, farqli ko'z qarashlarini bilib oldik. Ya'ni o'zimizdan gap kelaylik. Endi istara degan babga qaytadan kelsak sadoqdoshlar, istara her halda bir teşbih yuşrungan bir uslubken. Meyli istara bil kinayya olsun, istara tesrihiyya olsun, bunun da bir xil yuşrun teşbih varken. İstara tesrihiyyada müşebbeh tilga ilinib, yani müşebbehun bih tilga ilinib, müşebbeh irada kılınırken, istara bil kinayyada teşbih yuşurulup, sözlengen, keltirilgen sözge şu müşebbehun bihinin lavazım xususiyetlerinden birisi ispatlanırken her halde buna teşbih var. Endi muşu teşbih kullanılan istaralar qanday olgan vaqtda en yuqur holat ketadi. Yani istara bilan canlandırış demek. Ma'noni g'ayri shaklda ifodalash demek. Bu gapni biroqlam zaytni yo'lbos deb yumay,
Zayd degan bir qahramon Botir devasi tugaydigan nima. Lekin uni qahramon deyish uchun yo'lbosga o'xshatdi-da. Bu odamni boy devasidan bo'lgan nima, uni dengizga o'xshatma. Yo uni saxiy devasidan bo'lgan nima, dengizga o'xshatmaychi. Buni dengizga o'xshatishda bir xil jonlantirish muddaosi va maqsadi bor. Buning cho'qimki ifodalash jarayonidagi yorqinligiga qarab turib bir go'zal ifodalangan taraflar bo'ladi, oddiy ifodalangan taraflar bo'ladi. Mushunaq taraflar nada desa, fima bihi tahsinul istara. Istara go'zal bo'ladigan nuqtalar qaysi desa, mayli istara tahqiqiyya bo'lsin yoki istara tamsiliyya bo'lsin, ya'ni mufrad istara bo'lsin, mufrad majoz yoki murakkab majoz bo'lsin. Ma'ruf bo'lgan tashbih go'zallik taraflariga rioya qilish bilan go'zal bo'ladi. Tashbih qanchalik go'zal qo'llanilsa istara güzel olur. Çünkü teşbih istarının asası. Ve ondan başka teşbihinin levzin fırqı fıralması qarqılıq degeni levzidin teşbihinin bağlıqı uqulup qalsa bu yeni istarı töllep gidiyor. Teşbih yuşur oluş gerek mavrunda. Aş teşbihinin fırqını fıralmasılık müşebbehinin müşebbehun bihinin cinsiga kirişini iddia qilishdan ki bu yerde teşbih yok. Bu degen rast yollas desek buludu bunu degandek bir xil mubalığa çıkarılsa an güzel oldu bu ahval. Şun başka İki tarafning o'tirdiği şebeh nayt ro'shan aniq bo'lish kerakki, bir odam mushabbahni anglagan hamollam kallasi avtomatik holatda mushabbahga ketish kerak. Mushabbahun bihni anglagan hamollam avtomatik holatda mushabbahga ketalsa, tabiiylan bu yerdan bir xil jonliqlik chiqadi, istari güzel olurdu. Anda olmay o'tirdiği ve şebeh tutuqlab qilib, ko'chlab tashbihni o'tirga achqish. Istari diqqat qilib bu istiarının içindeki teşbihle müşebbeh qaysi, müşebbehun bih qaysi, bu zadı bununla nimide oxşaydı degende gapni iniqlab qalsa, oturuq chiqib qalsa bo'lmaydi bu. Şunu da aytdi o. Nimish qadisa bu yerda istiara tepishma qolib qolmaslik uchun ra'aytu asadan desa bu yerda bir sesiq insonni iroda qilamiz. Abxar deganda qo'ltiq quraydiq degan gap, anglashlar qaraganda yo'llasdan qo'ltiq quramish. Buni botirlik qilsa bo'lmay qo'ltiq qurashga simollik qilib o'rtib qo'ysa bu nimaga bu deydigan ish chiqadi. Bu qanaqa desa, ha deb tadqiq qilib bu yerda yo'llas va bu yerda adam bor, ikkisini qo'ltiq quramish, o bir anaqa birsi tepishmoqqa aylanib qoladi o'sha. Tepishmoqni topimizda tashbih o'rtaga chiqib qoladi. Shuni o'ylaymiz, istar güzel olmaydigan gap. Ra'aytu iblan mi'a la tajidu fiha rahilatan desa, bundan adam iroda qilinsa, qiyin gap ham bu. Bir muncha kalkamas odamlarni tasvirlamoqchi bo'lsa-mu, qiyin gap ham bu. Bunun orqali shu oshkor o'tirib chiqdiki, tashbih o'rin jihatda amroq degani tashbih istiaraning asosi. Istiara bo'lmaydigan yerim tashbih bo'la oladi. Ama teşbihini yuşurtup durup istara qiladi. Bunda o'qachqa istara amroq bo'ladi. Ya'ni istara tahqiqiyya va yoki tamsiliyya kelgan har qanday narsa tashbih kelardi buningda. Ammo tashbih kelganligi yalnamiz istara tahqiqiy tamsiliyya keladi. Chunki tashbih bo'lib. Tashbihning va shabah küçüp Hamedemden kallasida zada mushabbahun biqu degan uqum kuchlanib birga ketgan vaqtida andaygin ustaraga atlana oladi. Tashbih tuan daraja. Odatda bak o'xshamaydigan narsani xalqning qalasi kelmaydi. Bu narsa istara qilolmaydi. Zada o'xshab mushabbahun bihni tilga olib qo'yguncha xalqning qalasiga avtomatik mushabbah kelib turadigan holatga kelsa, anda deb tashbihni unutib, tashbih yo'q degan bir da'vo bilan istarani qo'llanamiz. Demak, istara tashbihninki bir darajasi oshirilgan yangi nashr. Ya'ni kuchaytirilgan qismi. Shunga hamma yerda tashbih bo'lsa-mu, hamma yerda istara topilmaydi. Tashbihning eng kuchaygan yerlarida topiladi, normal yerlarda topilmaydi deyapti. Yani bunun oluşup keladigan mazmundan birisi yana ikki tarafning o'tirdiği shabah kuchaygan sira ikkisi birlashib ketadi. Xuddi ilmsi nursi ilmdek shuna nurliqlik o'qigan odamning choy paqrab ketdi. Shubhi zulmat mesela. Bunda olib kelsa tashbih go'zal bo'lmay qoladi vaqti. Chunki tashbih qilishning hojati xalqning qalasi ikki narsa bir narsaga aylanib ketib qolganlikda bu yerda istara mo'yalishda istara go'zal bo'ladi. Chunki o ilm hosil bo'lgan vaqtida nur hosil oldu deyiladi. Xuddi nurdek hosil oldu deyilmaydi. Shubhi hosil bo'lgan vaqtda zulmat chiqib qoldim deymiz. Masalan, bunda bir ishlarda qanday qilsam, masalan, bir qorong'ulikda qolib qoldim ya, men nima qilishni bilmaydi. Davrda xalq shuni yuradi. Xuddi men qorong'ulikda demaydi hech kim. Bunda bir uqum bor deb tushunjat. Ondan boshqa istara makniyaning go'zallik masalasiga kelsak, buning go'zalligi mi? Istara tahqiqlardan o'xshash. Ya'ni buning go'zalligi mi tashbihning go'zallik tarafidan ra'aysidan bo'ladi. Chunki buning asosi ham tashbih. Men istara tahqiqiy olsin, hammasiga
ortak asas teşbih. Teşbih güzel oldu, istiareler güzel oldu. Teşbih güzel oldu, istiare güzel olmadı. İstiare tehiliye kelsek bunun güzelliği emdi. Mekniye enhanın güzelliği qarab buludu. Nimişqa? Çünkü istiare tehiliye mekniyen enhaga tabi munazirde. Ama yamzakaki nazirde mustaqil. O vaqtida başqa. Xo'sh, endi bizning gapimiz asosan majoz haqida tugadi. Biz majozning cho'ng bir tushunchasini bir dividaylik, qayta majoz har qanday bir narsaning o'z ma'nosini qo'yib, yeni bir ma'noda qo'llansa bu majoz bo'ladi. Ana mush asosda bizning arab tilida majoz degan so'zni qo'llangan yana bir taraflar bor. Har qanday jumla kelishlikdagi shaklda kelmay, yana bir shaklda kelib qolsa majoz bo'ladi. Shunda vaqtida majoz haqida hazbi ziyodadan degani ziyoda keltirishlik jumlani hazb keltirsa, hazb keltirishlik jumlani ziyoda keltirsa majozlar e'tibor qilinadi. Masalan, ba'zida majoz degan so'z uning i'robining hukmi bir lafzni hazb qilish yoki bir lafzni ziyoda qilish o'zgargan so'z kuma ishlatilib qolgan bu majoz lug'atan majoz biz degandagi majoz emas yana. Kitaplarda bundan majoz gap qolsa, biz o'rgangan majoz deb o'ylab qolmang. Ya'ni har qanday shay o'z o'rnidan yo'tkilib ketsa, bu majoz deb qo'yilgan ishlar bor. Majozan, tajovuzan debchi. Ammo hazb desak, masalan, vaja'a rabbuk desa, amru rabbikni ja'a rabbuk deb buni majoz deb qo'llanadi normalda. Was'alil qarya desa, bir kentin so'rab baqira, uydan so'rab baqira, do'kondan so'rab baqira deymiz. Asli do'kondagi odamlardan so'raymiz asli. Buni majoz deb atab qo'yiladi normalda. Ziyoda kelganning misoli alaysa kemisli shay desa, kapni zayd deydi o'sha o'rinda, ya'ni ma'nosi yo'q deydi odatda normalda. Bu nima? Majoz kamisin bu o'rinda kelgan degandek iboratlar qo'llanildi. Bularning hammasi majoz, lekin bu majoz biz burun o'rgangan majoz emas. Shuning bilan bizning bugungi majoz haqida so'zlamoqchi bo'lgan darslar oxirlashdi. Inshaalloh kelasi darsimizda kinoya haqida to'xtalamiz va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.